Kim bu? Kuyovingizmi? Xuddi xo'jayindek o'tirib olganini qarang. Tashqaridagi yigit kim? Katta xolasini uyda o'tiribdimi? Hoy, nima qilyapsan? Nega xo'jayinni oldida oyog'ingni chalishtirib o'tiribsan? Bu nimasi? Nima bo'pti? Oyoq meniki. Istagan joyimda chalishtirib o'tiraman. Xo'jayinni boshiga qo'yib olganim yo'q. Nima, unga meni ishim kerakmi yoki hurmat? Ish kerak bo'lsa, fe'lingni o'zgartir. O'zingni bunday tutolmaysan. Fe'lim yoqmayotgan bo'lsa, unda xo'jayinni almashtirish kerak. Pulimni ber, ketaman. Mana ol. Menga shunisi yetadi. Qolganini xo'jayinga berib qo'y. Bozordan o'ziga hurmat sotib olsin. Mendan sotib ola olmaydi. Ushla. Bu fe'li bilan dunyoni boshqaradi yo itdek o'lib ketadi. Hey, qayerga ketyapsan? Men ham sohibimni o'zgartiraman. Qani ko'raychi, bu yigit nimaga erisharkan? Qayerga? Hey! Voy, Parmatama, qachongacha meni laqillatasan? O'tgan oy seni ogohlantirgandim. Shu paytgacha hatto foizlarni to'lamading. Keyingi oy beraman. Har safar shunday deysan. Yana qancha ortingdan yugurib yuraman. Yolg'onchilar, uyat ham qolmagan. Jahlimni chiqarmay yaxshilikcha bering, xo'pmi? Hoy, menga qara. Nega butun qishloqni boshingga ko'tarasan? Hammasi eshitsin. Zora uyalib qarzlarni bersa. Bechora beva bo'lsa, shu ishing yaxshimi? Nima bo'pti? Ana barzangidek o'g'li uyda o'tiravermay, tashqariga chiqib ishlasin. Oyoq qo'li but bo'lsa. O'g'lim tegirmonda ishlayapti. Qanday qilib uni ishdan haydashganini hamma biladi. Qarzi 3300, foizi ham 3300, hammasi bo'lib 6600. Bo'ldi, oldi berdimiz qolmadi, Pushpa. Sen bilan qolmadi. Ammo biz bilan kim hisob kitob qiladi? Sendan qarz ekanimni butun qishloq eshitdi. Ha? Xo'sh, endi nima bo'ladi? Shu ham muammomi? Voy, Gurapva, Pushpa qarzdan qutuldi. Bo'ldi, men ketdim. Kecha bozorda olomon yig'ilgandi. Ularga kim xabar berdi? Menmi? Nimalar deyapsan? Gurapova, kecha kelgan odamlar ro'yxatini ber. Mana hammasi bo'lib 160 ta odam edi. Bakalaraviy. Hoy, nima, hammaga bir aytib chiqishimni istaysanmi? Bunday qilmayman. Qandallar aydu. Qandalraydu, Pushpa qarzdan qutuldi. Hammangiz eshiting. Bo'pti, eshitdim, yaxshi. Qolmadi. Supalakshmi, Patiala. Ha, qolmadi Pushpani qarzi. Hammasidan qutuldi.